Mana shu Leon Shop'da kiyimlar vashshe arzon lekin bor. Otash? O'rtoq, Tuzumsan? Qalaysan? yaxshi. Maktablarda kar qilib, katta odam bo'laman deb shunga qoldimi kuni oxiri o'rtoq? Endi rizqimiz shu yerda ekan-da o'rtoq, nima ham deymiz. Endi ishingni topibsan. Bo'pti, kiyingani kelyotdi, shu yerdami? Chegirmani jinnisini qilyapti. Oyoq kiyimlarchi o'yoqda. Sen ko'rib turgan, men mamdan ustimga bir yaxshi bir vitrovka olib olaman. Xo'p o'rtoq? Keling aka, nima xizmat? Shu Dior firmasi ham juda trendga chiqib ketdi-da. Men dvoykalaring nechi pul? Hozirgi paytda 199 minglik aksiyaga tushgan. Bularning yaxshi kapshoni bor ekan-da. Bunichi bez kapshon cho'tkilari bormi yana? Xolisiz, mana bez kapshon variantlarimiz bor, klassika. Hozirgi ochiq havoga bo'ladi. Ha, O'rtoq, mana shimlari ham zo'r ekan, bitta bitta olmaymizmi? bo'ldi. Bir aytishga, bu yoqqa kelgan. 160 minglik sotilgan shimlarimiz hozirgi paytda 99 mingga aksiyaga tushgan. Bu shimlarni olgandan keyin o'rtoq ustiga bitta normalniy kitellaring ham bormi? Albatta bor aka. Xolisiz sportivniy variantlarimiz bor. Xolisiz u tarafimizda klassika variantlarimiz bor. O'tgan manikini hisoblanish pul bo'ldi. Sizlardan 1 million 200 ming so'm bo'pti. O'rtoq, meni oldimdacha 8 ming pulim bor edi, senda bormi? Men puli yo'q, sen olib beraman deganing uchun keldim. Uka, meni oldimda 8 ming pulim bor ekan. 400 mingni keyin tashlab ketsak bo'ladimi? Aka, men bu yerda oddiy ishchiman. Otabekdan so'rab ko'ring, xo'jayinimiz deydilar. Sardor, yoshligingda ham ko'p o'yding. Hozir ham ko'p o'lasan. Aldaysan, Sardor. Aldaysan, Sardor. Nimaga birovlarni? Kimniki? Shokolad olib kelma.